Kam-kamdan tez-tez ovqatlanyotdi-da. Boshida ozolmanda xursand bo'lsam, lekin hozir yana qaytib semiryapman. Agar siz shunaqa qilib ozib olaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Sababi har ovqatlangan paytingizda insulin ko'tariladi. Bu bo'lsa yog'laringizni eritish o'rniga qorin atrofiga yog'larning yig'ilishiga olib keladi. Sifatli, sog'lom ozish qanaqa bo'ladi o'zi? Semizlik o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Uni keltirib chiqazayotgan aniq sabab bor. Ya'ni bu bo'lishi mumkin gormonlaringiz buzilib ketgandir yoki ichinglaringizdagi muammolardan yoki yetishmovchiliklar, yana boshqa sabablari bo'lishi mumkin-da. Shu muammoni ildizini topganingizdan keyin va unga yechim beradigan bo'lsangiz, qayta semirmaydigan bo'lib ozib olishingiz mumkin. Qiynalmasdan qayta semirmaydigan bo'lib ozish uchun nima qilish kerak? Mana 3 kunlik mutlaqo bepul oson ozib qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan master klassimda ishtirok etib, ortiqcha vazningizni keltirib chiqazayotgan muammoni ildizini topib, qayta semirmaydigan bo'lib ozishni barcha sirlarini bilib olishingiz mumkin. Master klassda ishtirok etish uchun hoziroq pastdagi tugmani bosib ro'yxatdan o'ting.